Bütün birden avuslandır ver koydu. 0,5 mol mu? Ben karab durun indi işte. Bu yerde bütün bir trimellenipti bu çıktı doğru mu? Qo'shimchasini endi navdir narsa chiqdimi? Yo'q. Chiqqani yo'q. Sen massa o'zgarami? Massa o'zgarmaydi. Demak, imani massasi imani massasidan teng bo'lib qoladi hozir. Mana massasi chakatni mol 0,5 molmi? Mol teng 0,5 mol olsa, mana massasini topsam 0,5 ko'paytiraman. Molar massasi butungi 54 mi? 54 dan chakran chiqadi. 27 gram chiqadi. Lekin masala shaklinda unum bor. 0,5 degani 50% mi? Bu 100% da 27 gram chiqdi. 50% desa 13,5 gram chiqdi. Tushunarlimi? Hozir ko'pchiliging ishatasan. 131 da biz ber. 131-savolinglar qaysi ko'pmiz? Ko'pchiliging ishatasalar, qarang, ibadasan. 0,5 ni 3 ga bo'lasan. 0 etilen bilan asetilen, ha? Ina, etilen bilan asetilen berilgan. Qaysinindir hajm yurishini berib qo'yibdi. 126 savoldadan, 126 savolda asetilenniki yo'q, asetilen emas, olsa yani etilenniki 40% ekan. Buning hajm yurishi 40% ekan. Buning hajm yurishi necha foiz bo'ladi shunda? 60%. Buni ma'nosi nima? Buni soddaroq ko'rinish olib kelishligimiz uchun o'rtoqlar, buni qisqartirib hajm yurish novdan chiqadi, hajm yurish. Moldan chiqadimi? Moldan yoki hajmdan chiqadi. To'g'rimi axir? Demak, hozir 60-40% degan nisbat nechaga? 3,2 degan nima axir? 3,2 degan ma'no beradi. Ya'ni imuning moldan nisbati 3,2 nisbatda degan ma'no beradi. Bu hajm yurish. Xolasam shu turishida x ni qilib olib ketishing mumkin. Imuning molini 0,6x, imuning molini 0,4x desan. Bunni son bilan olgandan imuning son bilan olganim qulay emasmi? Qisqartirib berib shu narsa bo'ladi bu. To'g'rimi? Imani molini 3x mol deyman, mana molini 2x mol deyman. To'g'rimi? Bular birovning suv bilan reaksiyaga kirishdi. Chakran birovning suv massa birov. 64 gram chiqqan, mana uni ko'paytirsak. Yedek yaldidan mislami ko'paytirib yozmasam? Demak 64 gram bo'ladidan moli 0,4 mol chiqadi ekan. To'g'rimi? Demak asetilen birovning suv bilan reaksiya berami? Asetilen S2H2 birovning suv berami, bermaymi? Beradi. 2 dona birovni biriktiradi o zaman. S2H2 birovdan necha? 4. S2H4 birovning suv bilan berami? Beradi. Alkil-ku alkillar birovning suvni reaksiyalantiradi. S2H4 birovdan 2. Imuning mol asetilenning molini men 3x dedim. 3x mol bo'lsa bu 6x mol bo'ladimi? Imuning molini esa 2x dedim. Shunday bir olib qo'ymayman. 2x bo'lsa ham bo'ladi. 2x ila 0,6 da bo'lganim neda 3x da bo'lganim dedi. To'g'rimi? Demak 2 birovning moli 0,4 ekan topib qo'yibman. Ikkisini qo'shsam 6x plus 2x teng 0,8 desam, ya'ni 0,4 ekan. 0,4 desam 8x teng 0,4, x teng 0,05. Navon topib qo'yibsan. Hajmi nima? Dastlab aralashmaning, ha? Shunda bu ikkisining общий molini necha mol? 5x molni. 3x, 2x, 5x ku. X 0,05 chiqdi. Aqbalib qo'yaman. Yoki bunday. Qarang, shu turishda hajm topamandan oxirida uni aqbalib qo'ysam bo'ladi. Baram shu turishda qilaveray. Shunda shuni aqbalib shura qo'yadigan bo'lsam bu 0,25 mol chiqadimi? 0,025 mol chiqadi. Ana hajm topadan bo'lsam 5,6 litr chiqadi. 124 qayt turibdi. 12,6 gram shunchalik aralashmasi to'liq yonganda 16,2 gram suv hosil bo'lsa, nechalik karbohidrat hosil bo'ladi dedi. Yana shu. Demak, dastlabki aralashma uglerod bilan vodorodga tashib topganman. Ular uglerodni karbonhidratga, vodorodni suv o'tgan. Ya'ni bunday qo'yamiz. Uglerod plus kislorod deyimizdan 2 kislorod deyimizdan bu karbonhidratga o'tgan. Vodorod plus 2 dona vodorod kislorod bilan reaksiyaga kirishib, bunday aylangan suv aylangan. Ikisi dastlab necha gram bo'lgan? 16,2 gram bo'lgan. To'g'rimi?
Mesela şartında suyun navsundur verip koydu. 12 oldu. Bir 12 oldu mu? Bir 12 oldu gram olsa suyun massası var mı? 16 2 olsa bir 18 koyup bir 2 koysan suyun massası yemeyeyim mi? 1 6 gram çıkar mı? 1 6 gram çıkar. 1 oldu. 1 8 mi ya? Bundan da sizden kaldı. Onu bölsen 1 8 eken ama. 1 8 imanla buna yasak mı gelmeyeyim mi? 12. Bundan buna yap gram da çıkar da. 18. 10,8 gram da çıktı. Pesine 12 koyup iman hecmini sorak koydu. 22 4. 22 4 koysan 20 hecmi 16. gelmeyeyim mi? 20 bütün 16 litre. Nere kıyınayken? Ayten düşünme yerinizden. Kata git bola. İnabı 3'sü ağzı nör bütün 5 mol bolsa inabı 3'sü mol boladı. Bunun 4 gram da karıp koyduk ko. 81 gram mı da koyduk mu? 81 olsa 44'e bölmesine mola çık. Çeker. Karmadan git 198 mi? Çam olarken? Yine 4 yarım mol eken. Kara. 0,5'e 4 yarım degenin nispetini çekince 0,5'e 4,5 degenin birinci degeni 9 degen. 9 urguluklu olsa var mı? 9 urguluk. Ünlülüğü yok doğru mu? Üşürünü doğrula veriş gerek eken savolda bu 3'sü 0,5 emez. Her biri 0,5 deyiş gerek. Her biri 0,5'te. Demek ki ne bağım 0,5? Eben ölçülemenden yine bağım 0,5, bağım 0,5 eken. Buna güveyde bölsek 0,5 en, bağım 0,5 en, bağım 0,5 en. Üçünü koysak 1 yarım en tek, 4 yarım en tekçe 3. Demek bu üçlü alkin, alkan, alkine. Koşkanda alkin çıktı da koyup mu? Doğru mu? Doğru mu? Ya etme koyup mu ya? Alkenin masasında. Ama alkin demek alkin çıkan demek özüzüne sana kulasa geladi. Gala gelle ikkala sıkan biri görüp de yoki yanma yandırıptı. Misal için hazır sen enini tapadan çoğsan enin 4 çıktı. 4 çıkadan çoğsan sana cevapını verip koyadı. 1-3 dibrom butan, 1-4 dibrom butan, 1-2 dibrom butan da verip koyan vuruşun. 1-3'ten diyen çıkardı. 1-4'ten diyen çıkardı. 1-2'den yoki 1-1'den yoki 2-2'den alkin çıkardı. Doğru mu? Demek şu yatıban en çıkandan keyin fikirleş gerek. Mutlu Avrupa nazariyası. Yani ki maddanın tüzülüşüne karab hassasına karab tüzülüşüne aytıp oladı dedik o. Organikada doğru mu? Hazır yine hassas aytılıp tuttu. Demek bize tüzülüşüne aytılışligimiz gerek. Bundan alkin çıkan olsa yine karan. Hassas aytılıp tuttu, tüzülüşünü tapılışın gerek. Hassasında bunda dedi, alkin çıktı da tuttu. Şimdi tüzülüşünü fikirler tapasan. Ya 1-1'de ya 1-2'de de aytasan. Demek kaysal kirlikini, kaysal kalıkını bilmemiz şu çubumi formula boyunca reisini yazaman. Demek karan SN, H2N, bromdan 2 olarak. Dibrom alkandan bazı koçalar umumi formasını yazıp bilmeydi. Dibrom alkan yazgan vakti sen H2N virüs 2 kur. 2 vodorot özü balasan, ne ondan 2 brom napparik koyasan. Çünkü sen H2N ol 2 vodorot bromiddan brom 2 var. Çen sağladım, ne biliniz bana? 111. Demek bana kale hidroksitin çıkartması koşulgan spirtlisi. Manası spirtli koşulgan vakti her bir galagen kısobige bir koşpak taşıdı. Doğru mu? Demek bundan azı SnH2N minus 2, 2 tane kalibramid bilen plus 2 tane ne çıkardı? Su çıkardı. Ünüm var, ünüm çapayız 80% eken dememiz. Doğru mu? Namunadır ben koydum. İmanın massası var adı okşuda. Maliyar massasına bölsek 0,4 mol boladı. Eken, şundak tuttular. Demek doğru 0,4 mol desem düşünesinden mi ya tapayım mı molunu? Sonuçta düşünesem mi? 0,4 2'ye bölüp etsem bunun molun içe mol 0,2. Bundan iziye kaçsak bunu bölemem mi köpeytiremem mi? Bölemiz 0,2'ni 0,8'e bölsek 0,25 mol eken. Mesela da ayet koydu, şu dibrom alkan bilen 6 day. Şu alkinin massasını ayırıp taşa. 42,5 çıkış gerek. İmanın massasını tapıp, manın massasını tapıp ayırıp 42,5'e değilim ben. Bunun için bu informadan faydalanma, molunu malyar massasına köpeytiremem. Bunun molu 0,25 olsa malyar massası 14 empirus 160 mı? Doğru mu? Minus imandan tapamam.
0,2'ni ko'paytiraman. 14 yer minus 2'ye. Kim tushunmadi tushadi. Tushunib turibsizlar? Mana buni massasidan buni ayirdim va uni ichidagi 42 yu 5 ekan ekan. Shuni yetsam bo'ldi endi chiqadi. Demak, buni menga ko'paytiramiz. 3,5 n plus 40 minus buni menga ko'paytirsak 208 n qarangdi. Minus n ni minus ile 2'ye ko'paytiracaksan. Plus olib ketami? Demak, ko'paytiradigan tursam plusdan 0,4 teng 42 yu 5 chiqadi ekan. Endi bu bilan ham ayriladi. 0,7 mi? 0,7 n. Bu bilan bu qo'shiladigan 44 arayana o'tsa 2 yu 1 mi? 42 yu 5 dan 44 dan ayirmasa 2 yu 1 n teng ekan 3 3 olsa bu S3 H4 propin ekan bu. Tushunarlimi? S2 H6 bu teng birini evidenya reysasini yozsam to'g'ri yengil yozib qo'yaverasam S4 H6 plus kumush 2 o qo'shadigan bo'lsa S4 H5 kumush plus suv. Bu cho'kmaydi. Yana uchun 2 qo'yaman. Cho'kmaning gramini aytib qo'yibdi-ku mancha 1 gramda. 32. Shundan molni topqaring. Yo boshqa 322 mayli. 322 o'zim 0,1 mol olammi? To'g'rimi? Ina 0,1 mol olsa ham 0,1 mol olaman. Shuni massasini toptab 0,1 ni ko'paytirasa 4 ta 504 gram ekan. Azondan to'g'ri gap. Azon kislot aralashmasimi yo azonni o'zimi? Azonni o'zi olsa nima maqsad u? Na azon kislot aralashmasimi ekan deyapti. 100 savol? 101. Demak, kisloroddan azondan kislot o'tadi. Maslar avval aytgandim-ku, azonning o'zi bo'yicha ishlasak ham bo'ladi. Azonning o'zi bilan. Lekin biz o'rganib qolganmiz-ku, kislorod bilan yoqamiz masalada. Demak, azon biron bir narsani yaqchaq bo'ladigan bo'lsa, birinchi kislotni aylantirib yoqsan, osonroq bo'ladi, masalan, yeyish. Shuning uchun biz azonni kislotni aylantirib, keyin inabi kislot bilan yoqamiz. Azonning mana massasini aytib qo'yibdi, nechadir gramda. 88 olsa, moldan aytib beradi. 2,7. Azonniki. 3 cho'k ketadi. 12 ga 3 ga batasak baribir 275. Alloh shuni to'g'ri shabdan o'rab tursa 275 mol bo'ladi, to'g'rimi? Moddalamasi saqlash qonunida turibdilar. Undab turibdi qaranglar. Bu deydi 88 gram bo'lsa, bu necha gram bo'ladi? 88 gram bo'ladi. Moddalamasi saqlash qonuni beram 96, beram 96 deb turibdi-da. Keyin bu bo'yicha mol topamiz deb. Buni mol necha mol bo'ladi shunda? 88 32 ga bo'lsak 2,75 mol ekan. Nomini yaqqanlar? Noma'lum alkin yana shu CnH2 minus 2 yansa 1,5 n minus 0,5 novi kislorod. Kislorodning molini 275 likini topdi. Endi nosini barqarorish kerak. Suv olinganmi? Siz yaxshi kerak ekan to'la. Endi ona karbonat angidrit bilan n minus 1 nol chiqadi. Suv qayt molni? 1,5 mol ha. O'rtaqlar qarang. Qayta ayttirman mana. Bir aytgandan ilib qoling. Hali bir emas 100 aytganman-da. Mol berib turibmi? Altindagi sonni pastida tush. Javob n minus 1. Massa bo'lsa, molar massasini tushasan. Tushunarlimi? Altindagi sonni ko'paytirib, molmadi, mana ham altindagi sonni tushib qo'yaman deyna. 1,5 n minus 0,5. To'g'rimi? Mana ko'paytiramiz kresatni. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa necha desa? Yoki bo'lmasa inabi bilan buni qisqartirasan. 275 1 butun ne bo'lmaganga necha chiqadi ekan? 1,5 3 mi? Tersaga bo'linkani 1,5 275. 0,54 Yaqinmisizmi? Bo'ldi desa o'zini ishlatib ko'ramiz esa. Mana bunga ko'paytiramiz 2,75 n 275 teng. Mana bunga ko'paytirib bering. 2,25 chiqdi. 2,25 n minus 0,75 chiqadi. Demak, bu yana minus olib o'tsa 0,5 n, bu yana plus olib o'tar ekan, lekin baribir ayriladi ekan. Endi minus olsa plus olib o'tadi, bu minus 2 qoladi ekandan endi 1.
Nömerni aytmayman. 4. Asetilin S2H2. Yana asetilin S2H2. Birinchi qismi kumush ko'zgu bilan reaksiyaga ishlab ko'rdik. Kumush oksid bilan nima chiqadi? S2. Kumushdan 2 plus nima chiqadi? Suv. Yana cho'kma. To'g'rimi? Yaxshi deb qarab o'tiring. Ikkinchi qismi yondirildi. 2 dona karbonat angidrid bilan suv. 4 2,5 chiqam, 2,5 qo'yamizmi bu yerga? To'g'rimi? Ana 2,5 qo'ydik. Endi qarang. Imonga ketgan asetilin, ya'ni kumush ko'ziga ketgan asetilin jami asetilinning ichasida tashkilotlar qo'ydi. 3 dan 2sini tashkil qiladi deb qo'ydi. Shunda ibisini ichida qoladi uni. 3 dan 1 qolami? 1 taqsim 3 qoladi. 4 ni bunday qo'ydi. 1 4 ni 3 ga bo'ldik. 2 kusokini Moxtoban yedi, 1 kusokini Amina yedi. Buni vaqamadi. To'g'rimi? Ya'ni 3 dan 2sini bu yesa, 3 dan 1 qalamaqi, 3 dan 1 bunga ketdi. Buning ma'nosi nima? Qarang. Tushungan ma'nosidan ko'p o'quvchi tushunmaydi. Qarang, eshitamiz. Buning ma'nosi inamoga ketgan asetilin, bu reaksiyaga ketgan asetilin, bu reaksiyaga ketgan asetilindan 2 marta katta bo'lgan. Qarang, 3 dan 2, 3 dan 1. 3larni qisqartirmasak necha qoladi nisbat? 2 ga 1. 2 ga 1 qoladi. Ya'ni imoni moli bundan 2 marta katta degan ma'noni beradi. Bu reaksiyadan keyin nondir berib qo'yibdi, nonni gramm aytib. Gram cho'kma. 48 gram cho'kma bo'lsa Maryam massasini chekkan mana. 240 mi? Bunda 48 bo'lsa 0,2 mol bormi? Bu 0,2 mol bo'lsa, bu 0,2 mol bo'lsa mana mo'lchaligini mana kim aytadi? 0,1 bo'lsa, sababi 2 ga 1 nisbat-ku. Demak bu 0,1 bo'lsa, nonni so'rab qo'yibdi. Kislorod bo'lsa 0,25 mol bo'ladi. 2,5 ga ko'paytirib bo'lsak, nonni topish kerak. Bo'lmi o'zi? Bo'ldi. Dedi navsida qo'ydi, alkinning yonishiga doir bir narsalar qo'ydi. Uyshi chiqqan, uyshi qarang, chiziqlar bu reaksiyadagi moddalarning mollari. Reaksiyadagi moddalarning mollari qaranglar. Birinchi 0 degan nuqtani tuting. Mahsulotlar Bu mahsulotlar bo'ladi. Nima uchun? Sababi reaksiya boshlanishdan elde mahsulot bo'ladimi bizlarda? Uyingdan bozorga xarajatga yetib qo'ydirsan, uyingdan xarajat ko'tarib bozorga ketmaysan-ku. Senda xarajat bo'lmaydi avval, to'g'rimi? Senda xarajating 0 bo'ladi. Xarajat borib bozorga borib, pul sarflagandan keyin xarajat paydo bo'ladi senda. Demak, bular nollar. Ya'ni alkinni yaqin vaqtda karbonat bilan suv chiqami, o'sha chiziqning qaysidir biri karbonat angidrid, qaysidir biri suv. Ozroq suv bo'ladi. To'g'rimi? Tushunarlimi? Uni topdik. Ikkisini biz qaysi-qaysiligini bilmaymiz-da. Hozir uni reaksiyani yozib ko'rib topamiz. Endi bilamiz, bozorga biz dastlab pul bilan boramiz. To'g'rimi? Xarajat olavergan sayin pulimiz shetadi, kamayadi. Ya'ni dastlabki moddalarning konsentratsiyalari yoki mollari shetadi, kamayib boradi. Alkinlarning yaqin vaqtda dastlabki moddalar nima bo'ladi? Alkin bilan kislorod bo'ladi. Reaksiyadan ular chap tomonda turadi-ku. Bosh ikkisining konsentratsiyasi kamayib, karbonat va suv konsentratsiyasi ko'payadi. Demak, qarang, bu yerda pastga ketgan chiziq karbonat angidrid, alkin bilan kislorod bor. Pastga ketgan chiziqni qarang. 8. Ina birsi 8 dan 6 ga tushib qolgan bir chiziqimiz. Bir chiziqimiz 8 dan necha bo'lgan? Nima tushgan? Nechaga tushgan qisqasi? Uni bilmaymiz. Endi o'zidan ko'rinib turibdi, dastlabki chiziq ikkisi ham 8 dan chiqqanmi? Demak, bu karbonat alkinning ham kislorodning ham dastlab 8 mol bo'lgan. Lekin biri nechaga tushgan? 6 ga tushgan. Hali biz qaysiligini bilmaymiz. Bizga ina bir chiziq, biri karbonat biri suvligini, ina bu chiziqning esa biri alkin, biri kislorodligini bilib oldik. Endi qaysiligini bilishligimiz uchun biz reaksiyani yozib ko'ramiz. Qarang. CnH2n-2 1,n-0,5 kislorod bundan n dona karbonat angidrid plus n-1 nima chiqadi? Suv chiqadi. Fikrlaymiz qarang. Uchida qarasak karbonat angidrid bilan suv chiqdi. Qaysisining moli katta chiqadi? Karbonat angidridniki. Nima uchun? Karbonat angidridning oldida n bor. Buning oldida n-1 bor. Demak, ina bu son aniq kichkina. Esa qarang, debidagi chiziqning biridan ko'proq hosil bo'lgan,
birini ozroq hosil bo'lgan. Ozroq suv ekan, esa ina bu nima ekanmi? Suv, ina nima ekan? Karbonat ekan. Suvdan necha mol hosil bo'libdi? 2 mol hosil bo'libdi. Tushunarlimi? Buni topib oldik. Endi kamayishni ko'ramiz. Buni ko'rishimiz kerak. Budur shuni aytib bo'ladimi? Yo'q. Budur shuni aytib bo'lmaydi. Men aytolmayman lekin budur shuni. Uning uchun shetamiz. Любой bir alkinni yoqib ko'ring. Любой birsini ayting. O'zi qaysi hammasi bir oladi-ku, balki kislorod mo'lchab qoladi. To'g'ri, endi menda kislorod katta bo'ladi. Endi shundan isbotlab berayin bular deb turibman. Endi bir qarab o'ylanib aytsam bo'ladi. Yana misol uchun любой bir misol uchun moddani yakadonchi bo'lsan, organik moddani yaksan, imonning oldida hech narsa bo'lmaydi. Imonning oldida